Assalomu alaykum. Bugun biz islomiy moliyalashtirishda eng ko'p qo'llaniladigan shartnoma turlaridan biri mudoraba haqida gaplashamiz. Rejamiz bu mudorabaning tushunchasi, uning turlari va qo'llanishi haqida bo'ladi. Mudoraba bu foydani teng taqsimlash, foydani yoki zararni ham teng taqsimlash konsepsiyasiga asoslangan islomiy moliya shartnomalaridan bir turi hisoblanadi. Unda moliyachi robbul mol, qarz oluvchi mudorib bilan hamkorlik qiladi. Robbul mol loyiha yoki biznesni moliyalashtiradi, mudorib esa o'z tajribasi, know-how va loyihani boshqarishni taklif qiladi. Ikkala tomon kelishilgan shartlar asosida loyihadan olingan foydani taqsimlaydi. Mudoraba shartnomalari bugungi kunda islom moliyalashtirishda eng ko'p qo'llaniladigan va asosiy turlardagi shartnomalardan biri hisoblanadi. Bu islom olamida katta qiziqish uyg'otdi, chunki uning moslashuvchanligi uni turli bitimlar va sheriklarda qo'llash imkonini beradi. Ko'p sonli bank, moliya va investitsiya shartnomalarini bajarish uchun shariatga mos vositalarga imkon beradi. Odatda foydaning taqsimlanishi haqida gaplashsak, odatda mudoribga foydaning bir qismidan haq to'lanadi. Ammo foydaning qancha qismi taqsimlanishi robbul mol bilan shartnomada kelishib olinadi va shu tariqa foydani bo'lishib olishadi. Mudoraba shartnomaning asosiy omillaridan biri shundaki, robbul mol loyihaning barcha moliyaviy tavakkalchiligini o'z zimmasiga oladi. Mudorib esa loyihaning muvaffaqiyatsizligi uchun hech qanday moliyaviy javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Mudorib faqat vaqt sarflash va loyiha ustida ishlashga majbur va o'z kapitalini qo'yishga majbur emas. Mudoraba shartnomalari ikkita asosiy turi mavjud bo'lib, ular biznes ehtiyojlari va robbul mol tomonidan xohlagan nazorat darajasidan kelib chiqqan holda mudorib tomonidan kapital qanday investitsiya qilinishi va boshqarilishini belgilaydi. Mudoraba turlari bu cheklangan va cheklanmagan mudoraba turlariga, shartnomalarga bo'linadi. Cheklanganda robbul mol investitsiyaning qayerga ishlatilishini belgilaydi. Cheklanmagan mudorabada esa mudorib nisbatan erkin bo'ladi va u investitsiyaning istalgan yo'nalishiga tikishi mumkin bo'ladi. Bunda shariat qoidalaridan chiqib ketmagan holdagi yo'nalishlar asosiy e'tibor qaratiladi. Mudoraba shartnomalari turli xil moliyaviy sheriklarda qo'llaniladi. Masalan, bank depozit hisobvaraqlari. Ko'pgina islom banklari omonat va investitsiya hisoboblari uchun mudoraba shartnomalaridan foydalanadi. Bu ssenariyda omonatchilar robbul mol, bank esa mudorib vazifasini bajaradi. Foyda kelishilgan nisbat asosida taqsimlanadi. Islomiy investitsiya fondlari turli xil investorlarning sarmoyalarini shariatga mos keluvchi aktivlarga sarmoya kiritadi va ularni diversifikatsiyalangan portfelda birlashtiradi. Bunda ham investitsiya fondlari mudorib vazifasini bajaradi. Unga investitsiya tikkanlar esa, ya'ni investorlar robbul mol vazifasini bajaradi. Bunda ham foyda kelishilgan qiymat nisbat asosida taqsimlanadi. Xususiy kapitalni moliyalashtirish bunda xususiy kapital fondi menejeri va maqsadli kompaniya o'rtasida bo'ladi. Bunda xususiy sarmoya firmasi robbul mol vazifasini bajaradi, kapitalni taqsimlaydi va yo'qotishlar barcha moliyaviy yukini o'z zimmasiga oladi. Maqsadli kompaniya investitsiyalarni boshqaradigan xususiy sarmoya firmasi bilan kelishilgan foyda olishini oladigan mudorib sifatida harakat qilishi mumkin. Xususiy kapitalni moliyalashtirishga o'xshab mudoraba shartnomalari startaplar, kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishda qo'llanishi mumkin. Bunda investorlar robbul mol, venture fond boshqaruvchisi esa mudorib vazifasini bajaradi. Korxonalardagi aylanma kapitalni moliyalashtirishda ham mudoraba shartnomalari keng qo'llaniladi. Bunda bank moliyachi sifatida ishlaydi.
Kompaniya moliyalashtirishni boshqaradi va foydani bank bilan taqsimlaydi. Taqiqlangan yo'nalishlar. Bunda islom shariatiga, tamoyillariga mos keladigan investitsiya loyihalariga tikilishi kerak. Bunda alkogol, qimor, giyohvandlik vositalari bilan bog'liq operatsiyalar, foizli operatsiyalar va chaquvchi operatsiyalarga mudoraba shartnomasi tuzilishi taqiqlanadi va bundan saqlanishi kerak mudoraba shartnomalari. Bu hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan Singapur, Saudiya Arabistoni va boshqa arab davlatlarini shu arab davlatlarida keng qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.